ziyorat qilib bo'lib qaytamizda ehromlanamiz. Ehromlanishda avtobusda tartibini tushuntiraman. Agar hozir yaxshi eshitayotgan bo'lsanglar, bu yerda ham tushuntirib qo'yaman. Tushundingmi? Hozir borib salom berib kelamiz, avtobusga chiqib qaytaveramiz. Endi ehromlanish tartibi qaranglar, ayollar, hoji opa, hoji onalar, ayollarni ehromi, ya'ni ehrom hisobida kiyadigan libosi hijob shartiga tushsa, hijob shartini bilasizlar, keng bo'lishi kerak, sifati bilinmashi kerak, qalinroq bo'lishi kerak, ichki a'zolari, ichki kiyimlari ko'rinmashi kerak, to'g'rimi? Kaftlari ochiq, yuzlari ko'rinishi kerak, bas, qolgan hamma a'zosini berkitgan narsa bo'lishi kerak, to'g'rimi? Hijob shartini o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar. Mana shu hijob shartiga tushsa ehromlari va namozga yaroqli bo'lsa, namozga yaroqli deganim bir tahorat kirganda boshqada najosat yoki bir qandaydir hayvonning najosati yoki bir qon, shunga o'xshash bir najosat tegmagan libos bo'lsa, ehrom hisobiga o'taveradi. Lekin afzalichi, afzali oq yoki qora deyilgan. Tushunyapsizlarmi? Oq yoki qora afzal. Ya'ni ko'rganda odamni o'ziga jalb qiladigan yaltir-yultir, toshli narsa bo'lmaydi. Endi bo'lmaydi desam, misol rangli narsa olib kelgan, oq qora olishga ulgurmagan odamlar bo'lsa, kiyaveringlar. Ya'ni namozga yaroqlimi? Ya'ni ehrom hijob shartiga tushyaptimi? Keng sifatingiz bilinmayapti, ichki kiyimlaringiz ko'rinmayaptimi? Bo'laveradi. Tushundingmi? Endi oppoq libos kiyganlar, o'zi hamma ayollar iltimos sizlardan forma обязательно biz bergan abayalarni kiyinglar. Nima uchun? Madina Munavvarada adashib qolishingiz qiyin. Lekin Makka Mukarramaga borganda shahar juda katta, odam juda ko'p, adashib qolishingiz mumkin. Oddiy libosda chiqsangiz adashasiz. Bejigingiz bo'lsin, har biringlarda bejik bo'lsin. Bu mana shu abaya bo'lsin. Ayollar ehrom, erkaklar oppoq ehromda bo'lamiz endi. Hamma bir xil. Ayollarimiz shundiga soat 2 ga avtobus aytganmiz. Soat 2 ga bagajlarimizni hamma yo'g'imiz yig'ishtirib, mehmon